kecha shu desanglar telefonimni yo'qotib qo'ydim. Qanaqa qilib bo'ldi bu narsa desanglar, shu madaniyatdan es shaharga tushganda kalit qildiradigan joy bor, bilsanglar, Dehqon bozor yanida. Ashaga borib kulchimni duplikat qildirib, telefon qilishim kerak edi. Telefon yo'qdi shu payt. Keyin men o'yladim, shu kalit qildirgan joyimda qolib ketgan bo'lsa kerak deb u joyga qaytdim yana. Yarim soat ichida qaytib kelsam, o'sha kalit qildiradigan odamlar yo'qib qolibdi. Hayron bo'ldim-da, keyin qanaqa qilib dedim, yarim soat ichida shunday ketib yuborish mumkin. Asha telefon nomeri qoldirgan ekan, telefon nomerini ham terib telefon qilsam, olmayapti-da. Menda o'sha podozreniya bo'lyapti, bu o'sha kalit qiluvchilarning ishi bu. O'sha telefonni olib ketib qo'ygan, o'sha sotib oladi degan har xayollar kelyapti, haligi qo'rquvda. Keyin ashada sразу уже men ham panika qilib yorib, ichki ishlar ham qolmadi, Grazgvardiya ham qolmadi, GAI xodimlari ham qolmadi. Trevoga qilib yordim. Ochig'ini aytsam, qo'rqib ketdim. Nimagaki bu telefonim ichida juda ham bir ko'p ma'lumotlar bor-da, ichida juda ham ko'p narsalar bor. Telefondan ham ko'ra shu ichidagi narsalar men uchun juda ham bir muhim, qadrli. Lekin telefon qilsam, telefon chaqiryapti-da, telefon o'chirib qo'ymagan. Kameralar qaratdik, kameralarda ham haligi xira yaxshi ko'rinmadi. Ichki ishlar aytdiki, menga shu ertaga pasportingiz bilan dokumentlaringizni olib kelasiz, telefon dokumentlarini ertaga boshqatdan qidiramiz, xavotirlanmang, bugun ketavering uyingizga deb men ketkazishib yubordi. Lekin ketgunimcha ham uni bunisidan telefon qilyapman, tusha olmayapman-da. Kechqurun dadam kelib, telefon qilib bittada tushdi-da. Telefon qilib gaplashdi, shunaqa o'g'lim telefonni yo'qolib qolgan ekan desa, yangi bozorga qatnaydigan shopurman, mendan olasizlar ertaga telefonlar, bugun charchadim aka, telefon qilmanglar deb telefonni o'chirib qo'ydi aka. Ertalab men dadamlar borib telefonni olib kelishdi. Ishoninglar, lekin yurak tushib qoldi, yurak borib. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Shu telefonimni qaytarib bergan shopur akamiz, ichki ishlar, umuman shu telefonimni topishda yordam bergan hammaga katta rahmat aytmoqchiman. Keyin meni ko'rib turgan bo'lsanglar, kalitchakilar, sizlardan ham ming bor uzr so'rayman. Shu paytda kuchli stressda bo'lganligim uchun noto'g'ri xayolga boribman, noto'g'ri gumonga boribman. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar, ming bor uzr. Shunaqasi ham bo'lib turar ekan endi. Eng muhimi telefon topildi, ko'nglim xotirjam bo'ldi.